70-75 Turqosh! 70-75 Surxosh deya baqirib chiqadigan sportchilarga endi chora ko'riladigan bo'ldi. Ko'rsatib, meniki davralarni egalayapmiz. Ana endi bu gapni aytmasam bo'lmaydi. Qashqadaryo, Surxondaryo. Xudo 70-75. Sababi Otabek Umarov prezidentimizning topshiriqlari bilan bu narsalarga chek qo'yilishligini va sportimizda masxarabozliklar bo'lmasligi uchun astoydil kurashaylik deya gapirib o'tdi. Muhtaram prezidentimiz chin muxlislaring deb aytganimda har bir bo'lib o'tayotgan shu jang va holatlarni ko'rish bilan birgalikda oxirida chiqib mikrofonni olib gapirayotgan holatlarni guvoh bo'lib kelyapsiz. Ba'zi bir media triklar deymiz, shuni shu yo'nalishda qanaqadir heyt deydimi, shuni ishlayman deb bachkana ba'zi bir holatlarni ham yo'lga qo'yishyapti. Xo'sh, hozirgi kunda sportchilarimizni haqiqatan ham shunga o'xshagan o'zini Taysonman deb yoki Saturnman deya Oktagon ligada masxarabozlik qilayotgan sportchilar muhimmi yoki bayrog'imizni yuksaklarga ko'taradigan Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov va shunga o'xshagan sportchilarimiz muhimmi? Sizningcha qaysi biri biz uchun muhim ahamiyatga ega? Albatta fikrlaringizni kommentariyalarga yozib qoldiring. Malol kelmasa, mana shunday sportchilarimiz yurtimizni bayrog'ini, sha'nini, shuhratini eng yuksaklarga olib chiqsin deydiganlar like bosib qo'ying. Like'ni sonini ko'rgan sportchilarimiz o'zlari xursand bo'lib qolsa, biz esa videoni boshladik. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch va baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring. Natijasini o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz albatta ushbu kanaldasiz. Kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki ushbu kanal aynan siz uchun xizmat qiladi. Xo'p, Otabek Umarov, ya'ni sportimizni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shayotgan eng muhim insonlardan biri. Kuni kecha yig'ilishda jang maydoniga chiqib, mikrofonni olib har xil gaplar, ya'ni 70-75 legenda, shunga o'xshagan narsalarni yig'ishtiraylik va masxarabozlikka chek qo'yish kerak deya gapirib o'tgan edi. Oldin shuni ham bir ko'rib olsak. Marhamat. Shu muhtaram prezidentimiz chin muxlislaring deb aytganimda har bir bo'lib o'tayotgan shu jang va holatlarni ko'rish bilan birgalikda oxirida chiqib mikrofonni olib gapirayotgan holatlarni guvoh bo'lib kelyapsiz. Ba'zi bir media triklar deymiz, shuni nima deb aytsam bo'ladi o'zbekchasiga. Shu yo'nalishda qanaqadir heyt deydimi, shuni ishlayman deb bachkana ba'zi bir holatlarni ham yo'lga qo'yishyapti. Bu ertaga nafaqat u sportchini, butun davlatimiz O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, ertaga nojo'ya gaplar boshqatilgan bilan yurtimizni ravnaqini pastga tushirib qo'yapti. Shuning ustida qattiq ishlashimiz kerak birgalikda. Kimdir agar boshqa tilni yaxshi bilmasa, chiqib mikrofon olib gapirganda o'zimizni o'zbek tilimizni g'urur bilan gapirishini chaqirib men taklif qilib qolardim. Chunki bizim necha ming yillik tariximiz bor. Biz birovga qaysidir tilni o'rgandik, bildik deb maqtanishimiz shart emas. O'zbekchada yaxshilab gapirib, chiroyli gapirib, kerakli odam buni boshqa tilga o'girib, tushuntirib beradi. Sizlardan iltimos, mana shu narsaga juda ham qattiq qaranglar. Jasur shuni qattiq talab qilish kerak. Endi dunyo arenalariga chiqib boryapmiz. Albatta bu gap Saturnga tegib ketdimi yoki biron bir narsa bo'ldimi? Saturn mana shunday video murojaat qilib chiqdi. Assalomu alaykum O'zbekiston, assalomu alaykum butun planeta. Mashinaga Samarqandga tashlab kelsa 70-75 deb polni deb yozib ketibsizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin jigarlar.
Jigarlar, xullas kalom, oz muddat qoldi. Juda oz muddat qoldi. Qanaqa? Saturn Bistro kafesi xudo xolida tez kunlarda tayyor bo'ladi. Narsalarini oldik. To'g'ri, pulim tugab qoldi. Problemalar juda ham ko'payib ketdi. Mashinamgacha sotdim. Nima qilsam qildim. Men o'tmishda ko'rib kelgan qiyinchiliklarim o'zimga yetarli xulosa chiqarishga majbur qilgan. Meni taslim bo'lmaslikka o'rgatgan. Bugun yanada internetda bir narsa avj olibdi. Ana endi 70-75 deb baqirayotganlarga chora ko'riladi, unaqa bunaqa. Biz bir yomon ish qilayotganimiz yo'q yoki yoshlarni yomon yo'lga targ'ib qilayotganimiz yo'q. Men faqat mehnat qilyapman, ota-onam uchun to'g'ri sharoit qilay. Yonimdagi 3-4 og'aynim, kambag'al do'stlarimga ham qo'limdan kelgancha yordam beray deb harakat qilyapman. Alloh bergan, men omaddan foydalanib. Bilaman, ichqoralar juda ko'p ekan. Men hamma yaxshi bo'lsa kerak deb yuraganman, adashgan ekanman. Ichqoralar juda ham ko'p bo'lar. Sen agar yutuqqa erishib boshlasang, seni orqaga tortmoqchi bo'layotganlar juda ko'p bo'lar. Shuni bilib qo'yinglar. Men hech qachon taslim bo'lmayman. 25-oktyabrda Qozog'iston Ostonada yutaman, yana bir marta isbotlayman. Mikrofonga keladigan bo'lsak, mikrofonda sen ko'p gapirasan, bachkana so'zlarni gapirasan. Jigarlar, inson zoti shunday ekanda, boshidan o'tgandan keyin o'tgan voqealar uni shunaqa holatga keltirib qo'ygan, uni qayta takrorlab odamlarni ogoh bo'lishga, sinib qolmaslikka chorlagan, odamlar uni tushunmaydi. Mayli, nima ham deymiz. Mikrofonda ana endi gaplarni kamaytiramiz, ana endi sport tomonlama natijalarni ko'rsatib, qo'limizda nimalar kelishini boshqa tomonlama isbotlab qo'yib, nimalar yo'lda bizani qanchalar to'sqin bo'lsa ham, hattoki buyuk Xitoy devori to'sqinlik qilsa ham ustidan sakrab o'tishimni men isbotlab qo'yaman. Ya Saturn, mana bu oktagon formasini kiyganimcha men qancha ko'z yoshlar to'kkanman. Men kiydim, natijalar 3-0, xudo xolasa 4-0 bo'ladi. Bizda to'xtab qolish yo'q. O'zbekiston Ushbu qilib chiqqan video murojaatini orqasidan sirazi kechirim videosi mish gibi bir video qilib chiqdi. Uni ham bir ko'rib olsak. Assalomu alaykum O'zbekiston. Har xil video edit qilib, bir g'alati holatga men juda ham noxush holatga tushirib qo'yapsizlar. Iltimos e'tiborli bo'linglar. Men bir badavlat oiladan chiqqanim yo'q. Meni otam eng yuqori ishlagan ishi bu fermerlik bo'lgan. Meni onam uy bekasi. Bizani uy loytom, dadam pensioner. Ayam uy bekasi. Uyda yolg'iz boquvchisi menman. Men ham onam, otam bir yaxshiroq joylarda bir aylansin, borsin boshqa davlatlarga. Faqat shu mol qo'ydi izidan bu dunyoda o'tib ketmasin deb. Men ham ota-onam hajga borsin, men ham ota-onam yaxshi joylardan yeb ichsin, yaxshi mashinalar minsin deb erta 2-3 harakat qilyapman. Va harakat qilaman ham. Bundan keyin ham to'xtab qolmayman. Lekin sizlarni oddiy bir video edit qilishlaringiz dastidan men bir jarga qulashim mumkin. Iltimos, biz ham bir kun ko'raylik. Bizani ham pastga tortmanglar. Men bor yo'q harakat qilyapman. Bor yo'g'i. Birovda borib arpasini xom o'rayotganim yo'q, birov haqida gapirayotganim yo'q. Faqat oldinga qarab intilyapman. O'zbekistonni bayrog'ini yelkamga qo'ygan tarzda. Oddiy xalqdan chiqqan yigit ham qo'lidan bu narsa kelishini isbotlash uchun. G'alati g'iybatlarni to'xtatinglar, iltimos. Bizlar ham tinchgina yashaylik. Bu albatta barchasi ham emas. Bu transni qamalganini nihoyatda Instagramga kirsangiz ham transni videosi, TikTokga kirsangiz ham transni videosi, YouTube'ga kirsangiz ham transni videosi, televizorda ham transni videosi, o'chirib qo'ysangiz ham transni videosi bo'lib ketdi. Bu qachon tugaydi bu transni videosi? Ya'ni Jasmina haqida gapiryapti. Va biragilari buni maqtab, "Voy Jasmina opa, manaqa, ali, nima edi? Mahnaqa" deb chiqishyapti. U trans. Alloh uni xor qo'yib qo'ygan trans vatchayu. Nimaga uni tarafini olib chiqmoqdasizlar? Ayniqsa ba'zi bir sevib, muxlislik qilib, qo'shiqlarini eshitib, mashinalarni dups qilib eshitib yuradigan san'atkorlarimiz mana shunday ishlarni qilib yuribdi. Uyat. Bu albatta har doimgidek har narsani, har bir trendni olib chiqadigan, har bir narsani yaxshi va yomon deya siz u bizga axtarib beradigan inson ustoz Abror Muxtor Ali domlamiz mana shunday gaplarni gapirib o'tdi. Bittasi chiqib aytayapti, Abrorni deyapti, undoq qildirib olaman. Nimaga? Chunki deyapti, GVDni bayramiga ashula aytgani kelganman deyapti. GVDni bayramiga ashula aytgani borgan bo'lsa, endi borib turib Abrorni shikoyat qilsa, GVDni xodimlari kelib meni qamab qo'yamish.
o'rmon qonunida yashayaptimi bu yerda shu fikrda yurganlar? O'zbekistonda ham qonun ustuvor bo'lishi harakatida O'zbekiston davlat o'laroq, kuch o'laroq qonunni ustuvor qilish kerak deb harakat qilyapti. Shuning uchun har bitta sohani o'zini odami gapirsin, qolganlarga taqiq qo'yib, qolganlarni nazorat qilyapti. Qonunchilik yuryapti. Nechta sudyaman degan odamni ham qamalishini ko'ryapmiz. Prokurorman degan ham qamalyapti. Qancha shunaqangi jinoyatga aralashganlar jazosini olyapti. Olish kerak. O'shanda odamlar ham to'g'ri fikrlaydi. Tanishim bor, ha? Tanishing bo'lsa nima qilay? Aytaman, seni qamab qo'yadi. Qanaqa joy? O'rmonda yashayapsizlar sizlar, ha? Tanishingga aytib bersang borib qamab qo'yadi. Qonun yo'qmi? Qonun yo'qmi? Qonun bor do'stlar. Albatta videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishgunga doir sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. 75 legenda.